Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana akam, Assalomu alaykum. Jamol aka, alaykum assalom. Akam bilan birgalikda. Nima ko'taryapsiz aka? Taklifnomada jigar. Alloh rozi bo'lsin aka. Nima munosabati bilan aka? Ertaga Alisherda ochilishimiz bo'ladi 18:00 da. Muzqaymoq pati bo'ladi. Undan tashqari sovg'alarimiz bo'ladi. O'ta erishadi obunachilarimiz. Katta sovg'alarni o'zimiz beramiz. Manzil qayerda aka buni? Manzilimiz Oxun baba aytdi, Ko'rmerti yo'l birasida. Aha. Xudo xolasa o'ta erishadi ertaga. Bo'ldi. Shaxsan taklifnoma, sovg'a. Kam bo'lsam aka. Alloh rozi bo'lsin. Aka xayrli bo'lsin. Xudo hozir o'tamiz. Ertaga soat 18:00. 18:00. Oxun baba ayblaylar bormi? O'taymiz birgalashib. Okey, salomat bo'linglar. Yaxshilik ko'rishaylik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Shu ukamiz SBS marketda oldida shunaqa joy qilganlar, yeb o'tiramiz. Bu manzili Ochavat Kaupman bilasizlar, chiqqanda go'zal ketishda SBS marketda uni yomon ekan bo'ldi, yomon urg'u beribdi. Kelasizlar, dastlab kelgan bor ekan, chiqaverishingizlar. Telefon nomerini qoldiraman, akkauntini qoldirib qo'yaman. Nimalar bor buni tevasida tushunmay qo'yibman o'zim. Ona vabliga vaqt molades. Vabliga maza qildim. Bitta dona yeb, sababi ham o'tib ketmagan, ham kamib qolmagan, qattiqligi ham zo'r. Kelasizlar, Bes marketda oldida. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bu pul nimaga ko'rsatdim? Bu pul ayrim insonlar uchun hurmatidan yuqori turadi. Shuni ko'rsatdim xolos. Xo'p, biz hech narsadan xafa emasmiz. Mana shu joyimiz yopilibdi. Sababini o'zim ham tushuna olmadim. Lekin sababi shu deb o'ylayman. Shu joy. Hammani omadini bersin. Lekin o'g'rintirishlik bir kishini yaxshilik ketgan. Bu joyda ancha mehnat qildik. Endi nima deyishim bilmayman. Shu joy ancha va'da berilganda bajarmadi. Hammaniga rahmat. Yana sog' bo'lsin. Faqat shunaqa menga o'xshab joy gaplashganda kuyib qolmasligi uchun, mana narsaga kuyib qolmasligi uchun qog'oz bilan yozib olinglar, syomka qilib olinglar. Yozishingizni qilsanglar yaxshi bo'ladi. Hammaga omad, joyingiz sog' bo'lsin. Bugungi historiyamizda 400 ming so'm pul tushdi, 200 mingga hadyaga. Yoshlikdagi orzu to'yib banan yeyish. Bismillah. Bismillah, avvali va oxiri. Dupur. Bu videoni maymun ko'rsa yig'lab olsa kerak. Bananni ko'p yeyish ziyon emasmiki? Alhamdulillah.